eng yomoni erkakni yig'lagan. Erkak yig'laydigan joylar bor. Ota-onasidan ayrilsa yig'laydi. Ayoli xiyonat qilsa yig'laydi. Ustozlar aytadiki, erkak kishiga ko'z yosh 1000 yillik masofadan keladi. Ha deganda yig'lamaydi erkak. Erkak ichi yig'laydi, yuragi yig'laydi. Ko'z yoshi ichiga ketib qoladi. Yuragiga tushadi. Shuning uchun dunyoda erkaklar ayollarga nisbatan 6 yil kam umr ko'radi o'rtacha. O'rtacha umr ko'rish O'zbekistonda ham erkaklardagi kamroq ayollarga nisbatan. Nimaga? Butun hayotingiz xavf bilan bo'ladi. Oldingi intervyuda ham aytganman. Mashinaga o'tirasiz, chiqasiz, siz zo'r haydovchisiz. Juda zo'rsiz. Lekin bir uquvsiz haydovchi birovni erkasi kelib sizni mashinangizni belidan urish xavfi bormi? Xudo ko'rsatmasin bor. Yo boshqa holat bormi? Bor. Tormoz ishlamay qolish bormi? Shunda rulga o'tirdingiz, ketdingiz ishga. Rizq talabida ketdingiz, obro' talabida ketdingiz, birinchi risk. Ishga borasiz. Ertadan kechgacha ishlaysiz. Qancha asabiylashasiz. Shuning uchun erkakning hayoti ishda ham, ko'chada ham, hamma joyda xavf ostida. Men hozir sizni ko'rib, mana shu yigitlarimiz dron uchirishni o'rgansin. Eng zamonaviy qurollardan foydalanishni o'rgansin-u, urushga kirmasin deb niyat qildim. Urush bo'lmasin. Urush bo'lsa ham birinchi erkaklar safarbar qilaman. Tarix hammasini ko'rsatib turibdi-ku.